Lager şahidi Qalbinur Sıdıq xanım qatarlıqla Bilgiye parlamentida guvahliq berib, Bilgiye dairələrini Uyğur qırğınçılığını itiraf qilishqa chaqirdi. Özünün yığılış lagerlərdəki keçirmişləri asasında Xitayning Uyğur və başqa musulmonlarga qaratgan bosqinchilik, to'g'mas qilib etish və məcburi əmgək qatarlıq siyasətləri haqida to'xtalgan Qalbinur xanım Bilgiye dairələrini Uyğur qırğınçılığını itiraf qilishqa chaqirdi. Bu yığınğa yana Dünya Uyğur Qurultayının Bilgiyədəki vəkili Konstib Əpəndi və Beryosil Hürriyet Universitetinin professori və Nisa xanım qatarlıqlar qatnaşqan bo'lib, ularmı Xitayning Uyğurlarga qarşı yürgüzüb atqan bastırış siyasətlərini qattiq ayıblab, fikir bayan qılğan. Ular sözüdə Uyğurlar növbətdə duch kelayotgan irqiy qirg'inchilik haqidagi dalil paketlarini ko'rsatib, Xitoy hukumatining rezil jinoyatlarini bash qilgan. Bilgiyədəki məzkur guvahliq beriş yığınını əsli 5-ci ayının 4-cü günü ötküzüşünü plan qılınğan bolsunmu, amma tor hücumu səbəbli kechiktirilgan idi. Ayni çağdakı xəvərlərdə bu hakkerlik hücumunun Xitaydan kelganligi faraz qilingan idi. Guvahliq beriş yığınında Gollandiya Əmgəkçilər Partiyasının bir qism vəkilləri Uyğurlarga qarşı bir qism sözlərini qılğan bolsunmu, amma başqa partiyalarning kuchli raddiyasiga uchirgan. 5 saat davamlaşqan guvahliq beriş yığınından keyin hər qaysi partiya vəkilləri Qalbinur Sıdıq xanımğa rəhmət etqan və onu qollaydiganlığını bildirgan. Amerika Dövlət Məclisi Avam Palatasının bayanatçısı Nənsi Pېlуси səyşənbə Dövlət Məclisinin ispat anlaş yığınında dünyadakı hər qaysi dövlət rəhbərlərini kelər yili 2-ci ayda Xitayda ötküzüldüyən qışlıq olimpik müsabiqəsiga qatnaşmaslığı kerakligini bildirgan. O mundaq degan: "Dövlət başlıqları Xitayga beriş orqali Xitoy hökumətiga yüz berməyli. Əgər dövlət başlıqları irqiy qırğınçılıq yürgüzüb atqan Xitayga barsa, sizlər musabiqa meydanının orunduqlarında o'ltirib atqan vaqtning o'zida irqiy qırğınçılıq davom qilib atqan bo'ladi. Şuna tənərkətçilərimizə və öz dövlətimizdə hörmət bildirəyli. Bu bir diplomatik baykut qilish. Bundaq ciddi məsələyə sükut qilishni qabul qilg'il bo'lmaydi." Nənsi Pېlуси xanım yana mundaq degan: "Agar iqtisodiy sabablar tufaylidan Xitoyda yuz berayotgan kishilik huquq dafsandichiligiga inkas qaytarmasak, dunyoning boshqa har qanday yerdagi kishilik huquq masalasi haqida gap qiladigan salohiyatimizni va shundaqla xalqarodagi e'tiborimizni yo'qotib qo'yamiz." Yig'inga riyosatchilik qilgan Cumhuriyetçi Avam Palata a'zosi Kirisimiz shirkatlarning davlat majlisida ifoda bildirishi va hisob berishi kerakligini aytdi. Demokratik Kengash Palata a'zosi Jim McRoven bo'lsa, qishliq olimpik tənərkət musobaqasining kechiktirilishi va xalqaro olimpik komitetiga sohibxonlik qiladigan davlatning yangidan tanlashi uchun vaqt berishi kerakligini bildirgan. McRoven, agar biz yo'qim sababidan olimpik tənərkət musobaqasini 1 yil kechiktira oladigan bo'lsak, irqiy qirg'inchilik sababidan uni 1 yil kechiktirishimiz kerak dedi. 2020 yılı Tokyo'da ötküzülmekçi bo'lgan yazlık olimpik tənərkət musobaqasi Wuhan virusining tarqalishi sababidan Yaponiya va Xalqaro olimpik komitetining qarori bilan kechiktirilgan edi. Xitay bilan Rossiya Xitoydagi 2 yadro elektr stansiyasiga yangi bir ئەۋلاد Rossiya ishlab chiqargan reaktor qo'shish xizmatini boshladi. Xitoy yer shari televiziya to'rining xabar qilishicha, Xitoy prezidenti Shi Jinping va Rossiya prezidenti Vladimir Putin to'rda o'tkazilgan ul selish murosimiga qatnashgan. Bu tur doirasida Xitoyning Jiangsu o'lkasidagi Tayvan yadro elektr stansiyasining 7 va 8 reaktori va Liaoning o'lkasidagi Shudabao yadro elektr stansiyasining 4 va 3 reaktorlari Rossiya tarafidan yasaldigan. İgilinishicha, Shi Jinping bilan Putin 2018 yılı 6 ayda jami 3 milliard dollar mablag' silingan 4 yadro reaktori yasashga qo'shilgan. Rossiya Tashqi ishlar ministri Sergey Lavrow Amerika Tashqi ishlar ministri bìlлинكېн bilan tunji qatib ko'rishdi. Shimoliy qutb davlatlarining diplomatiya ministrlarining uchrashish munosabati Islandiyaning poytaxti Reykjavikda turayotgan لاۋروۋ bilan bìlلинكېن ko'rishishdan ilgari axborotga bayonot e'lon qildi. Rossiya Tashqi ishlar ministri Lavrow ikki davlat munosabatining yanada taraqqiy qilishini muzokara qilishni xohlaydiganligini bayon qilib, Rossiya prezidenti Vladimir Putin va Amerika prezidenti Joe Biden orasidagi telefonga asosan qanday qilib munosabatni taraqqiy qildirish to'g'risida suhbatlashadiganligini bayon qildi. Amerika Tashqi ishlar ministri bìlلинكېن Amerika va Rossiyaning nurg'un sohadagi manfaatining birdek ekanligini tilga ilib, ularning bu masalalarda hamkorlikni kuchaytirganligini bayon qildi.
Amerika olam qatnashi armiyasi etilgan boshqarilgan bomba qoldirib ketgan izlarni sezib, dastlabki ogohlantirish rolini o'ynaydigan va infira qizil nur siziq iqtidoriga ega sun'iy hamrohni olam bo'shligiga avatdi. 1 milliard dollar mablag' selingan bo'shliqni asos qilgan infira qizil nur sistemasi yer shari mos qadamlik orbita sun'iy hamroh 5 nomli sun'iy hamrohni mudofaa va olam qatnashi shirkati Lockheed Martin ishlab chiqargan bo'lib, yer yuzida va yer yuzida etilgan boshqarilgan bombaning issiqlik va gaz izlarini payqay oladi va dastlabki ogohlantirish uqtirishi bilan ta'minlaydi. Bu mazkur turdagi sun'iy hamrohlarning 5 bo'lib, 6 sun'iy hamrohdan tashkil topgan bir torning bir parchasi bo'ladi ekan.